Qizlar, hammalarga salom deb qolaman. Bu videoni o'tkazib olishingizdan oldin o'zingizga manfaatli bo'lib qoladi deb o'ylayman. Faberlic firmasidan 50, 60 hattoki 70% skidkalar ketyapti. Buni ichiga nima kiradi? 160.500 so'm ichiga sizlarga hozir ko'chadan ham topa olasizlar. Geldilar dusha kelyapti. Geldilar dushani hozir narxini sizlarga qarab aytaman. 20.900 so'mga geldilar dusha topa olasizlar. Va sochimizga uqublashi balzamimiz ham juda ham arzon narxda kel. 36.900 so'm, 36.900 so'mga ko'pchilik bilasizlar. Arzon narxga narsa olasizlar va u hech qanaqa sochingizga yordam bermaydi. Buni olsanglar, sochinglar mustahkam bo'ladi, 100% garant sizlarga aytaman. Qo'rqmasdan bemalol gapimga ishonib olsanglar bo'ladi. Keyin ko'pchilik ayollarimiz dog'larni ketkazishga qiynalishadi. Kiyimlari dog'lari, nimalarni, pastalarni dog'lari, universal dog'larni ketkazishga mo'ljallangan bu. Buni narxi 40.900 so'm ekan. 40.900 so'mga hozir bunaqa narxda ko'p dog'larni ketkazadigan sprey topa olmaysizlar. Eng hayron qoldirgan shampun meni juda ham hayron qoldirdi. Bu shampunimiz soch to'kilishiga qarshi, lekin narxini eshitsanglar, narxi juda ham bomba. Bunaqa arzon narxga sizlar bunaqa shampun topa olmaysizlar. 24.900 so'm atigina. Ham bu arzon narxga olganinglar bilan bu rostdan ham sizlar sochinglarni tumasligiga yordam beradi. Chunki ko'p shampunlarni 70 ming, 80 million odamlar shampun oladi, lekin hech qanaqa ko'pchilik rezultatini olmaydi. Keyin yana bizning oilaviy shampunimiz bor. Bu oilaviy shampunni hamma oila bo'lib ishlatsanglar bo'ladi. Chunki bu shampun 4 yoshdan katta bo'lgan bolachalarga ham ishlatsanglar bo'ladi. Bemalol hech qanaqa allergik reaksiyalar bermaydi. Bu hammasi atigina 160 ming. Chunki 160.500 so'mga bozorga borib olsanglar ham bunaqa narx topa olmaysizlar. Men sizlarga to'g'risini aytaman. O'zim Faberlic firmasidan juda ham ko'p narsa olaman, lekin bemalol rahmat deb qolaman bu firmaga. Chunki bunaqa narxda hozir bozordan borib yo'l kira ketkazasizlar, pulinglarni ketkazasizlar, vaqtinglarni ketkazasizlar. Ketkazganinglardan keyin ham sizlar xohlagandagi poddelkasini olib qo'yasizlar. Poddelkasini olganinglardan keyin pulinglar, yo'rkinglar va vaqtinglar ketgani qoladi. Shuning uchun bu firmadan o'zinglar bemalol olishinglarni pastda opisaniyada yozib qoldiraman. Hammasini bemalol o'qib olishinglar mumkin. Hammaga xayr.